sizlarda nima masala bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlik bo'yicha nima deydi? Bank sohasi bo'yicha, bankni ochish bo'yicha aynan shu nima masala muammo bo'ladigan bo'lsa, eshitishga tayyormiz. O'sha tadbirkorlar rivojlantirish bo'yicha, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha yoki bo'lmasa qo'shimcha bank xizmatlari ko'rsatish bo'yicha biz o'zimiz takliflarimizni beramiz va kerak bo'lsa o'sha biznes rejalashtirishda ham o'zimiz yordamlarimizni ko'rsatamiz. Kimda nima pul olishga bo'ladimi, talab bo'ladigan bo'lsa, eshitishga tayyormiz, murojaatlar bo'lgan. Maqsad o'sha sizlarni loyihalar, sizlar tomonidan taqdim qilinadigan loyihalarni moliyalashtirib, o'sha yangi ishlar yaratish orqali iqtisodiyotga o'zimizni hissamizni qo'shish hisoblanadi. Shuning sizlarga hozir bugungi kunda mavjud kredit produktlarimizdan bir qanchasini taklif qilamiz. Bundan birinchi o'rinda o'zimizni asosiy produktlarimizdan bittasi moliyaviy ko'mak degan kreditlarimiz bor. O'zimiz band qilgan fuqarolarga beriladi. Jismoniy shaxsga 100 million so'mgacha beriladi. 3 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri. Yangi tartibga tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib oladigan bo'lsa, yoki yuridik shaxs sifatida oladigan bo'lsa, 300 milliongacha beramiz. Bunda 100 milliongacha jismoniy shaxs plastik kartasiga tashlab beramiz. Moliya ko'mak krediti bo'yicha. Bu kredit foizi 25%. Yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, yoki yangi tartibdagi tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, uni hisob raqamiga tashlab beramiz va uni o'sha o'zini belgilangan tartibda o'zi tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkin. Bundan tashqari hozirgi eng dolzarblarimizdan biri kichik biznesimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratiladigan P312 sonli qaror asosida ajratilgan kreditlarimiz. Bular hozir bu bo'yicha kredit ajratishimiz mumkin. Bu ham 7 yil muddatga ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, 7 yil muddatga 3 yil imtiyoz davri bilan ajratishimiz mumkin. Bu ham xuddi o'sha 100 million so'mgacha garovsiz, 100 million so'mdan ortgan qismi garov ta'minotida taqdim qilinadi. 100 million so'mgacha degani o'zi 300 million so'mgacha beriladi. 100 million so'mgacha garovsiz. Shu tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash jamg'armasi kafilligi ostida ajratiladi. 100 million so'mdan tepasi faqat 100 millionga garov berilmaydi. Agar 300 million oladigan bo'lsa, 200 millionga o'sha garov ta'minot taqdim etish kerak bo'ladi. Hozir kimda nima loyihalar